Assalomu alaykum o'zbeklar. Ko'p ancha vaqt video chiqarmay qo'ydim ayrim sabablarga ko'ra. Hozir mana bu quyonchalarimiz tomoshaga 38 kunlik bo'lgan. Hozir bir 500 gram chiqadi tirik vazni. Shunday turgan ekan. Keyin kecha mana shu yerdan erkak chiqib qolibdi. Quyonlar tashqariga yurgan edi ayollari. Mana bu ariq ayol bilan erkakga qo'shilib qolgan. Bu ayol bilan ham qo'shilgan. O'sha kesamagar erkak bilan ikkalasi yurgan edi. Bular endi hozir bularni bolalari xari bir oylikka borgan. Bir 10 kundan keyin bolalarini ajrataman. Qolgan 20 kuniga yaxshi qarab tug'gunicha buni bo'yini parvarish qilish kerak. Bo'lmasa shu holiga tug'sa agar o'lishi ham mumkin bu quyon. Yomon ariq. Yomon ariq quyonimiz. Lekin vazni hozir bir 3,5-4 kilo chiqadi. Chunki bu quyon katta quyon bo'lgan, ariq bo'lib qolgan. Katta quyon bo'lgan. O'sha kattaligiga sabab nima ustixonlari nima dedi sizlarga telelarda bilmadim. Suyaklari shunday qalin. Katta suyaklarda. Obuna va like-ni bosib qo'ying.